ismini aytaman. Mana shularni ko'rgandan keyin menda nafrat bo'ladi. Xafa bo'lish yo'q, lekin qizlar. Hammasi ham emas, 80% o'zini ro'molini oqlay olmaydi. Mana shuning uchun men doim aytaman-ku, именно ro'molga ruxsat berishdan oldin ekzamendan o'tkazish kerak bizning xalqni. Особенно o'zbek xalqini. Ro'molga kiraman dedimi, ekzamen topshirish kerak. O'qish ochish kerak. Mana shunday обучение sentrlar bor-ku, mana shunday bir заведение ochish kerak. To'g'rimi? Ochish kerak shunaqa заведение. 3 oy o'qitish kerak yoki 1 yil o'qitish kerak, tartibga o'rgatish kerak, odobni o'rgatish kerak. Ro'molli mana bunaqa bo'ladi, ro'molli mana bunaqa bo'ladi, ro'molli mana bunaqa bo'ladi deb o'qisin, haqiqatdan ro'molga kiraman deydigan odam boradi o'sha o'qishga. O'qiydi, keyin ekzamendan o'tolmasa yig'laydi u bechora. Rosa ro'mol o'ragisi kelyapti, lekin unga o'sha nima prava bermaydi-ku, prava bermasa yig'lab o'tirasizlar-ku, xuddi shunga o'xshab ro'molga prava berilmagan paytda yig'lab turib yana borib o'qiydi 3 oy. Mana pravaga necha marta qayta borib o'qiyapti. Biz ham uydagi ham necha marta o'qiyapti, hech prava olmayapti qizim. Borib o'qiydi, olmayapti, yig'lab o'tiradi, ekzamendan o'tamayapti. Mana shunday yig'lang ro'moli bermagan paytda, baraka topqirlar, yana borib 3 oy o'qing, yana borib 3 oy o'qing deb ekzamen topshira olmadingizmi? Rosa yig'lang. Mumkin emas bo'lsin, ro'mol o'raganni ko'chada undoq qarasin. Pravang bormi, yo'qmi? Mashinani to'xtatib pravani so'raydi-ku, xuddi shunday ro'mollikda ham любой joyda to'xtatib pravang bormi, yo'qmi deb. Mana xuddi shunday qonun bo'ladigan bo'lsa, o'shanda haqiqiy ro'molli islomiy mana shunday bir muslimalar foyda bo'ladi. O'shalarga ko'rib keyin biz, "Voy, namuncha zo'r edi" deb havasimiz kelib turadi. Qizlar, paktga qaranglar, ko'chadagi ro'mol o'rab olgan, bugun yechib oladi, ertangi kun yana o'rab oladigan qizlarni qarang.